Rasululloh marhamat qilganlar va aytadilarki, kimki Ixlos surasini bir kunda 50 marta o'qisa, qiyomat kuni tur ey bandam, Allohni maqtovchi bandam, Allohni sifatlovchi bandam, jannatga kir degan nido bo'ladi. 50 marta har kuni o'ziga lozim tutgan bandaga, kel ey bandam, sen meni dunyoda poklading, ixlosni yaxshi ko'rding, zotimni poklading, endi jannatimga kir degan nido bo'ladi. Rasululloh marhamat qilganlar va aytadilarki, kimki Ixlos surasini bir kunda 50 marta o'qisa, qiyomat kuni tur ey bandam, Allohni maqtovchi bandam, Allohni sifatlovchi bandam, jannatga kir degan nido bo'ladi. 50 marta har kuni o'ziga lozim tutgan bandaga, kel ey bandam, sen meni dunyoda poklading, ixlosni yaxshi ko'rding, zotimni poklading, endi jannatimga kir degan nido bo'ladi.